hozirli yemekingni beraman. Sening meni sevangni unutib qolganim yo'q. Qo'sqon shuncha bola ichib ketdimi? Qani yemekingni yegin. Nimaga qarab turasan? Sen meni Ediqi Qolining hikoyasining davomini aytibsan demoqchimi? Bo'ladi, biz tunugin bir yetim bolaning qo'lidagi Bani Isroilning qolisi haqida so'zlayotgan edik. O bola Ediqi Qolini o'zining ig'irliqichilik oltin bomba setishni rad qildi. Yana bir qabilada eski bir yosh tog'isining mirosiga ega bo'lib, qizini nikohiga elish uchun hamda Bani Isroil qabilalari orasidagi nizodan foydalanib, boshqalarga qotil degan tuhmatni ortish uchun tog'isini o'ldiribdi. Sinadigan quyoshni ochashdi. Bu yangi bir kun boshlandi demakdir. Lekin men uxlayolmayotib. Shuncha ishlarni ko'rib turib, qandoqmi uyqum kelsa. Bir inson yana birini o'ldirdi ekan. Biz qalalar suv va yemaklik uchun har qancha qisilib kelsakmi, bir-birimizni o'ldirmaymiz. Nimishqa insonlar bunday qildigandi? Dunyodagi eng yuqori maxluq nimishqa bu darajaga tushib qoldigandi? Ey Osmon, o'zing guvoh bo'lgin. Men tog'amning o'ldirilganligiga hargiz qarab turmayman. Men bu jinoyatchining mushu jinoyati bilan jazodan qutulib qilishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Musa va Harunning Rabbi bilan qasam qilamanki, men mushu qabiladan o'ch olaman. O'zingni besib ol, Hajar. Dadam hayot vaqtida qabilalarning orasini isloh qilishga da'vat qilib, ularning orasidagi nizoning avjilib ketishini to'sib qoladi. Natijasi qanday bo'ldi? Ular uni o'ldirdi. Bunga sukut qilamizmi? Dadamdan ayrilganligimga men sendan bekroq parishon. Qalbimda yolqinjayotgan qisos o'tdi. Navoda qotilni ko'rib qolsam, uni ko'ydirib kul qiladiganday qiladi. O'zingizni besib bilan tog'amning qizi. Shu mening o'ylig'im biz kutib turaylik. Ularning ichidan 50 odam chiqib dadamning o'ldirish jarayonini tekshirsin. Ondan keyin yana qon to'kilishning oldini olish uchun qotilni bizga topshirib bersin. To'g'ri deysiz. Navoda ular qotilni topamizni to'lab olaylik. Albatta bu qon to'kilishning oldini olish uchun. Men bu odamni taniyman. Bu odam boshqa bir qabiladagi boy savdogar. Uning faqat bir qizi bor. Bu kishining ismi Ilyayilg'u deyman. O öldürülse kimga foydasi bo'ladi? Uni o'ldirgani o'g'ri yoki bo'lonchi bo'lishi mumkin. Eng muhim savol, mushu jinoyat tufaylidan bizning tijoratimiz xatarga uchrandi yo'q? Albatta uchraydi. Tijorat faoliyati butunlay to'xtab, ikki qabila orasida urush portlaydi. Amisa qanday qilamiz, oqsoqol? Biz Hazrati Musoning qishig'i berib, uningdan Rabbidan bu masalani hal qilib berishni so'rashni o'tinaylik. Bu burchaqda hech ekan. Burchaqni bir yoqqa qo'yib tur. Menga aytqina, Hazrati Muso kishilarga nima debdi? Sen qachondan beri insonlarning xabarlariga ko'ngil bo'ladigan bo'lib qolding? O'tinib qolay, men bo'lgan ishlarni deb bergi. Burchaq etizi to'g'risidami? Jinoyat etizi to'g'risida. Esimga keldi. Musa ularga Alloh sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyurdi debdi. Bir kala? Men demoqchiman. Dunyoda sendan boshqa kala yo'qmidi? Bu dunyoda necha minglagan kalalar bor. Bu kala balkim sen yoki men va yoki boshqa bir kala bo'lishi mumkin. Muhimi, ular u kalni bo'g'izlabdimi? Yo'q. Ular unda qilmabdi. Ular payg'ambarga bizni masxar qilyapsan debdimish. Nimanda qap yuraklik bu. Ular o'zlarining payg'ambariga bu gapni qandoq deyalgandi? Payg'ambar nim deb javob beribdi. O, men johillar qatoridan bo'lishdan Allohga sig'inib panoh tilayman debdi. U nim degan adablik va yumshoq so'zlik zotlar. Kashki ular uni bilgan bo'lsa-chi. Ondan keyin-chi bo'lgan ishlarning hammasi shu. Ondan kishilar uylariga qaytishibdi. Alloh bir ish qilib buyursa,
Ular qandaqsiga o ishni o'zlarini masxara qilish deb qarab, xuddi hech ish bo'lmagandek o'ylariga ketishdigandi. Ularning qalbi go'shmi yoki toshmi? Qandaq qilamiz? Elya ilning qabilasidagilar pat yaqinda bizga hujum qilib, oramizda qonliq jang bo'lishi mumkin. Biz Hazreti Musoning qiyshig'i berib, undan kolining turi va sufati haqida so'rab boqayli. U kala dedi u. Ish qilib qandaq kala bo'lsa bo'la, nemishqa o'zimizni qiynaymiz. Bu vaqtni keyin surish uchun. Balki bu masala bir kolon ziyon tortmasakmi, hal bu qala. Shuna bu Hajar, sen bu yerdamiding? Men doim sizning yiningizda tog'amning qizi. Sizni himoya qilish mening majburiyatim, balki mas'uliyatim. Ya'ni kelib tog'amning vasi edi. Meni nimadan qo'g'dayapsan? Tog'amning qotillaridan. Kim biladi? Ular sizni o'ldirishga urinishi mumkin. Darvaqa, men dadamning vafotidan keyin seni bundaq keskin pozitsiyada bo'ladi deb o'ylab boqmabdi ekanman. Bu kichikgina bir majburiyat. Lekin yana kichikgina bir masala bor. Nima masala? Mening sizni himoya qilaman deb sizga yaqin turishim so'z cho'chak paydo qilib qo'yam degan. Shunga yaxshisi biz to'y qilsak. Qandoq deysiz? To'y qilsak? Mushundaq ahvoldimi? G'am, qayg'u va xushallikda belli bo'lsak, siz o'zingizga tasalli bo'ladigan ham mol-mulkingizga ko'ngil biladigan mendek birini hargiz topolmaysiz. Tezroq maqsanchu. Nimandaq so'ralmilik qilsan? Sana nim bo'ldi Roziya? Atdiganda harakatchan, ochiq yomon bo'lib ketibsan. Xuddi sen kala emasdekla. Kashki kala bo'lmagan bo'lsam-chu. Men atrofimda yuz bergan bu g'alit ishlarning orasida o'zimning muloyimligim va oq ko'ngilligimni saqlab qololmadim. Qiyin bo'lgan ishlarni menga degina. Ishlar Hazreti Musoning qishig'i berib, uningdan Rabbidan kalini texmi eni qaraq tunishtirishni so'rashni talab qildi. G'alit savol. Muhimi, ondan keyin nima ish bo'pti? Musa ularga Rabbining tilidan bayon qilib, u pek qayrim emas, pek kichikmi emas bir kala debdi. Sen yoshda bekmi cho'ng emas, kichikmi emas demakchimi? Ya'ni o'tiral, bu sifatlar menga to'g'ri keldi-ki. Bu suratlar menga Bani Isroil ichidagi necha yuzigan kalig'imi to'g'ri keladi. Ular u kalni bo'g'izlabdimi yoki texi bo'g'izlash yo'ldimikan? Yo'q, har ikkalisi emas. Ular uylariga qaytishibdi. Anlag'anlarimga ishongim kelmayotidi. Ular nemishqa Rabbining buyrug'ini ijro qilmaydigandi. Musa alayhissalommi buyrug'anni qilinglar deb dal mushi gapni qilibdi. Biz bu qitim Hazreti Musoga buyruqni ijro qilishni kechiktirganligimizni nima deb tushundiramiz? biz kalaning rangini so'raylik. Rangning nima ahamiyati bor? Qandoqli bo'lsin, ranglar nishon etishdagi muhim narsa. Masalan, qumlar sariq, yayloqlar yop-yeshil, osmon ko'k-ko'k, quyosh apelsin rangida. Ranglarning ahamiyatini ko'rdingmi? Ha? Tushunmayapman. Lekin men bu ishni tezroq tugizgan deyman. Undaqda qanday rangini so'rayman. Men senga denedimmi? Talab qilingan kalim men deb. Rangi to'q sariq, Qarag'uvchilarni zo'qlantirdigan. e'tirof qilgan. Sen men ilgari mening rangimning sinimi zo'qlantirdiganligini aytgan edim. Shundaq emasmi? Shundoq. Lekin deb gap yo'q. Ular darhol meni bo'g'izlashi kerak. Bu yerda yana sana o'xshash qanchilgan sapsariq kalalar bo'lib qolsa-chu. Ularning amal to'g'risida boshqa turma. Bu men bardoshlik berolmaydigan ahonat. Qandoqmi meni boshqa turibdi deysan? Kechirgin. Undaq demoqchi emasdim. Qiyin bo'l. Meni ilq burchaq aytizga boshlab qo'ygan. G'alati ish. Tunji qitim yemeklikning gapini qilyapsan. Mening bo'g'izlanadigan vaqtim yaqinlab qolgandek tuyg'uda bo'lyapman. Ilq oq ko'ngil yosh amal bor
ko'proq oltinga erishsin deyapman. Men bu qitim sizlar bilan birga bormayman. Amdi Hazrati Musoga nima deymiz? Onunğa Rabbingga duo qilsang, bizga o kalını aniq bayon qilib bersin deymiz. Bu gapni ilgari deb bo'ldik. Qayta izlab beqinglar. Bundaq degandan sirt yana bizga bu kalı mujmal bo'lib qoldi deyli. Alim salim zotni g'azablantirib qo'yishdan ehtiyot qilinglar. Hazreti Musoga Allah xohlasa biz onu cho'qim topa olamiz deyli. Sifatlardan aymiz sana to'g'ri kepti. Senden başka sapseriq, qilchi aybi yo'q. O'ttir yosh. Ikkinzorlikda yer ag'dirishga ishlatilmagan bir mukalli tepilmabdi. Neymişqa to'ruzni tutib olasan? To'xtab turinglar. Kallı suv ichib olsin. Mening seni faqat sapqim yo'qdi. Buncha oltinlarmi meni sendan hargiz behojat qilolmaydi. Men uchun xo'sh bo'lishing kerak. Men borgan sir o'zimni tunyapman. Atilla kambag'allarning qo'rsig'ini to'yg'izdigan go'shga aylanaman. Biz boshqalarga o'zimizni beg'ishlayolmasak, bu hayotda bizning nima qimmatimiz bo'lsin? Men cho'qim Allohning qudratining alomatlarining biri bo'laman. Gerçi men uning qanday bo'lganligini bilmasammi? Bu neymiş? Bu meyitning hurmatini dafsan qilganlik. To'xtang ayrim. Bu Allohning Hazrati Musoga qilgan buyruqi. Biz mush kalının egisi yetim balık nurg'un bayliq berdik. Endi nemish bo'la? Ha? Hozirli ko'rsan. Hazreti Musa alayhissalom o kalını bo'g'izlashni buyuribdi. Musa qavmiga o'likni bu kalının bir parchasi bilan o'ringlar. O'likni o'lik bilan o'ringlar. O Allohning izni bilan tirilib qo'pib, sizlarga qotilning kimligini deb berdi, debdi. Meni qarindishimning o'sha o'g'li o'ldirdi. O mening qotilim. Uni tutib, qisosimni olg'aysizlar. Sen dadamning qotilimi? Meni shayton o'ldirdi. Allah meni fosh qilish uchun qudratining alomatini ko'rsatdi. Esa bu dunyo va oxiratda rasvo bo'ladigan bo'ldi. Öz vaqtida Musa öz qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxir qilyapamsan deyishdi. Musa, men johillardan bo'lib qolishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilsang, bizga uning rangini bayon qilib bersin dedi. Musa aytdiki, Alloh cho'qim uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlantiradigan sapseriq bo'lsin dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilsang, uning qandoq ekanligini bizga bayon qilib bersin. Bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisi uni cho'qim topamiz deyishdi. Musa Allah uning yer haydab, ekinzorlik sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olis yo'q bo'lishini aytdi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular to'li savol so'raverganlikdan buni qilolmag'ili tos qoldi. Öz vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimlik to'g'risida talash qilgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani Alloh oshkorlig'ichidir. Sizlarga dedik-ki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Alloh o'liklarni shundoq tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Sadaqallohul azim. Shundoq qilib, heliq yaxshi bola tegishli boylikka erishibdi. Ilgari qotilmi jinoyatining jazosini tortdi. Agar Bani Isroil dastlabki buyruqqa bo'ysunib, qandoqki bir kalini bo'g'izlagan bo'lsa, buncha jafo tortib, shuncha bola ko'p oltinni chiqim qilmasimi bo'ladi. Lekin ular payg'ambar bilan munozirlashib, gatalosh qilib, tarzolik qilib turib olg'achqa, buning natijasi shu bo'ldiki,
Ular kalının kımmetiga nurgun altın çıkım qildi. Ular özlerining payg'ambari Musa alayhissalom bilan bo'lgan suhbat dasturxonida mushundaq bo'lgan ekan. Boshqalar bilan bo'lgan suhbat dasturxonlarida qandoq bo'lmoqchi edi? القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها.